Masalan, insonga hayvonning ovqati berilsa, albatta u inson kim bo'lishidan qat'iy nazar undan jirkanadi. Yo'q deydi, men kim qanaqa nima qilsa ham buni yemayman deydi. Yo'q, hozir hayvonning ovqatini yeyish modaga aylandi. Hozir hayvonning ovqatini yeyishimiz kerak ekan desa, yo'q deydi. Modaga aylansa ham, urfga aylansa ham men bu narsani qabul qilmayman deydi. Lekin insonga hayvonning yashash tarzi berilsa, u indamasdan qabul qilib ketyapti. Hayvonning yashash tarzi hech qanaqa qonunlarsiz manfaat ustiga va nafsini qondirish ustiga qurilgan. Ya'ni hayvon shunaqa yashaydi. Odam bolasi shu yashash tarzini qabul qildi-ku. Hayvonni yeydigan ovqatini emas, balki butun hayotini qabul qildi-ku. Nimaga shunaqa bo'ldi inson desa, chunki ko'p insonlar dunyoqarash, mulohaza qilish degan narsadan ancha uzoqlashib ketdi. U dunyoqarash degan narsaga shunaqangi beparvo bo'ldiki, agarda u dunyoqarashi nima ekanligini bilganida, tong ottirganida ovqatini yeyishdan oldin, nonushtasini qilishdan oldin dunyoqarashga ega bo'lishga intilardi. Kech bo'lsa, uxlashdan oldin dunyoqarashga ega bo'lishni birinchi o'ringa qo'ygan bo'lardi. Chunki dunyoqarash sizni hayotingizdagi har bitta narsani o'ngga chapga, yaxshiga yomonga ajratib beradigan asosiy narsa. Siz dunyoqarashingiz bilan insonsiz. Siz dunyoqarashga ega bo'la olganligingiz uchun hayotda nimadir qila olasiz. Bo'lmasa nima bo'ladi desa, aks holda xuddi hozirgi kunga o'xshab insonlarning hayoti hayvonning hayotiga tushib ketadi. Insonlar hayvonni ovqatini yeyishdan bosh tortadi, lekin hayvonni yashash tarzini xotirjam, bemalol, hatto xursand bo'lib qabul qiladi. Nimaga desa, uni nafsiga yoqqanligi uchun. Lekin hayvonning ovqati go'zal bo'lsa, shirin bo'lsa, lekin hayvonning ovqati bo'lsa, qabul qilmaydi-ku inson. Ming nafsiga yoqsa ham, bu hayvonning ovqati-ku deydi. Jirkanadi undan. Lekin inson hayvonni yashash tarzini tanlayapti. Hayvoniy yashash tarzi tanlayapti va shuni o'ziga ep ko'ryapti. Shuning uchun dunyoqarash degan narsaga inson ega bo'lmasa ekan, u hayvon darajasida yashayaptimi, inson darajasida yashayaptimi, bilolmay qoladi. Faqatgina yuzaki narsalarnigina hal qila oladi xolos. Hayotidagi chuqurroq muammolarga kelganda u ojizlik qiladi. U uchun yonidagilarga, atrofidagilarga, o'zini atrofi qaqqa qarab ketayotgan bo'lsa, shunga ergashishdan boshqa chorasi qolmaydi.